Assalomu alaykum. Sizlar bilan yana FL. Sizlarga va'da qilganimdek, yana videoyimni chiqarishni boshladim. ZTE Neo 3 GT5C telefonimizning ishlashini obzor qilamiz yana. Nastroykasiga kirib, uni xotiralarini ko'ramiz sizlar bilan birga. Telefonimizning xotirasi 256 ga 12 ga 256 hisoblanar ekan. Bu yerga yana plus 12 gigabayt operativga qo'shib berishibdi. Xo'p, bu yerga kirsak, kamerasiga qiziquvchilarga mana ko'rishingiz mumkin. 10x gacha kattalashadi, kichirayish 27 mm gacha kichikrar ekan. Oldi kamerasiga kelsak, qolganlarga bilmadim-u, menga oldi kamerasi unchalik yoqmadi. PUBG Mobile'da necha FPS ushlaydi? Hozir buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ishlashlari ajoyib. Tevada joystiklar bor. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu tugmasini bossangiz, mana R harfi o'ng tarafga, L dagi esa chap tarafni knopkalari. Buni yoqib o'chirsangiz, yonib o'chadi va knopkalari ishlaydi. Bu yozib bilan kerak emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa bor. Yorug'lik, ovoz, optimizatsiya barchasi yaxshi ishlamoqda. Mana PUBG Mobile'ga ham kirib oldik. Nastroylardan grafikaga kirib, mana ko'rishingiz mumkin, ultra hardga o'ta olmaydi. 90 fps va 120 fps ga o'ta olmaydi. Hozirda 60 fps ocha olar ekan. Endi esa giroskopni tekshiramiz. Mana giroskop ko'rishingiz mumkin. Yoniq. Albatta, mana ishlash prinsipi. Giroskopimiz ishlamoqda. 60 fps ushlaydi telefonimiz. Mana sizlar bilan ikkinchi obzorimizni ham tugatib oldik. Like va obuna bosib qo'ying.